Soch rangi qanchalik professional kraskada bo'yatsangiz ham chiqib ketyaptimi? Unda bu video siz uchun. Avvalo menga obuna bo'ling. Bundan da qiziq maslahatlar oldinda. Assalomu alaykum meni go'zallarim. Bugungi video maslahatimiz sochdagi rangni qanday uzoq saqlashtirilar. Bu videoni sochdan rangi tez chiqib ketayotgan o'rtoqlarimizga yuborib qo'yamiz. Sochni avvalo bo'yaganimizda 72 soat uni yuvmasligimiz kerak. Shundagina sochdagi kraskalarimiz sochga yaxshilab o'rnab olishga sharoit yaratib beramiz. Va eng asosiysi sochni qaynoq suvda yuvmasligimiz kerak. Qaynoq suvda yuvganimizda adashib ham ketdim. Qaynoq suvda yuvganimizda sochimiz yog'lanadi. Birinchisi, ikkinchisi esa sochdan tez rangi chiqib ketishiga biz sababchi bo'lib qolamiz. Sochni issiq narsalardan saqlashimiz kerak. Fen, dazmol, quyoshni issiq nurlaridan saqlasakkina sochimiz rangi asta-sekin chiqadi. Eng asosiysi shampunlar. Shampunlarni alohida bo'yalgan sochlarga atalganini ishlatishimiz kerak. Chunki agar kuchli shampunlar ishlatadigan bo'lsak, ranglarni tez chiqarib yuboradi. Balzam maskani unutmasligimiz kerak. Bo'yalgan sochlar, osvetleniya qilingan sochlar albatta uhud talab qiladi. Bu uhudlardan keyin sochlar chiroyli holatda turib beradi. Sochlarni to'g'ri parvarishlar va boshqa maslahatlar kerak bo'lsa, direktdan yozamiz, kommentariyada plus belgisini qoldiramiz. Shuncha maslahatga bitta like sizdan.